Assalomu alaykum hurmatli hamkorlar. Bugungi darsimizni All-in-One seriyasiga bag'ishlangan. Umuman olganda All-in-One seriyamiz mana ko'rib turganingizdek, All-in-One seriyamiz bu juda ham mnogofunksionalniy seriyalardan bittasi hisoblanadi va bu seriyamiz bizga birinchi o'rinda ichidagi ingrediyentlarni jamlashgan ingrediyentlarni ko'pligi va har xil funksional vazifaga egaligi bilan boshqa seriya Lacora kompaniyasini boshqa har xil seriyalardan ajralib turadigan jihatlari ham shunda. Har xil ingredient yoki har xil yo'nalishlar bo'yicha deganda nima tushuniladi, nimani nazarda tutmoqdaman. Masalan, oqartiruvchi seriyani oladigan bo'lsak, oqartiruvchi seriyada juda ko'p miqdorda oqartiruvchi ingredient va juda kam miqdorda qolgan ingrediyentlar solingan. Agarda biz All-in-One seriyasini oladigan bo'lsak, All-in-One seriyasida juda ham ko'p miqdorda va judayam har xil miqdorda oqartiruvchi, ulitichniy ekstrakt, ajinga qarshi, yuzni lifting qiladigan vitamin C, vitamin A va albatta yuzda antibakterial xususiyatga ega bo'ladigan, ya'ni alantain ichida mavjud va albatta shu mahsulotimizni ichidagi butun hammasi jamlashtirilgan holatda juda aktiv seriyaga aylangan. Ya'ni bu seriyani bizda ayrim ayollarimizni, ayrim o'sha insonlar bo'ladiki, aytishadiki, nima seriya ishlatishni bilmayapman, qanaqa muammoimga qarshi kurashishni bilmayapman va albatta nimadan boshlasam ekan degan savol berishadi va ko'pincha All-in-One seriyasi aynan shunaqa insonlarga, ya'ni hammasidan ozginadan bo'lgan seriya hisoblanadi. Ya'ni bu seriyani siz berganingizda birinchi o'rinda albatta siz ko'rishingiz mumkin, sekin-asta yuzimizdagi toshmalar kamayib, yuzdagi o'sha antibakterial xususiyatini hisobiga, yuzdagi o'sha oqartirilgan, ya'ni effekt ko'rishingiz mumkin, ya'ni yuzingiz sekin-asta oqarganini, ya'ni juda ham ko'p insonlarimiz bor, dog'larim sekin-asta ketmoqda, All-in-One seriyani ishlatganimdan biri deyishadi va albatta bu seriyani o'sha ulitichniy ichida ekstrakti bo'lganligi sababli va ko'pgina o'sha har xil aktiv vitaminlari bo'lganligi sababli ham bu seriyamizni yuzdagi ajin, har xil o'sha yuzdagi o'sha lifting yo'qotishlar va o'sha qarish jarayonidagi muammolarni ham juda ham yaxshi ketkazadi. Umuman seriya nimalardan mavjud? Очищающий средство All-in-One bor. Afsuski hozir bu yonimda yo'q. Uni o'rniga bemalol biza penkalarımızdan berishimiz mumkin. Ulitichniy yo отбеливающий va albatta vitamin E. Ya'ni bu kremlarimizni berishimiz mumkin. Ya'ni очищающий penkalarimizni berishimiz mumkin va undan oldin albatta tavsiya qilaman tozalovchi mahsulotlarni, ya'ni cleansing water или же lipid remover yoki massajniy krem tavsiya qilaman. Mana shu mahsulotlarni ishlatganimizdan so'ng albatta All-in-One seriyasini tonika va albatta losyonini tavsiya qilaman va kremi ham mavjud. Ko'z atrofi kremi va ana shu butun nabor hisoblanadi. Agarda biz bu seriyani qaysi yuz tiplariga va qaysi yoshdagilarga tavsiya qilish mumkin degan savol bersangiz, bu savolga albatta javob har bitta yoshdagi, hamma yoshdagi insonlarga tavsiya qilishingiz mumkin va albatta yuz tipiga qaraymiz. Yuz tipini odatda koreyskiy metod bo'yicha agarda yuzi o'ta quruq bo'lsa, butun nabor tavsiya qilinadi ertalab va kechqurun. Ya'ni yuz tozalanadi, tonik suriladi, losyon suriladi va krem surib, ko'z atrofi kremi surilib va ertalab va kechqurun, ertalab himoya qilinadi SPF mahsulotlari bor mahsulotlarimiz bilan, kechqurun bo'lsa butun nabor surtilib, dekorativkani birinchi artib olib, keyin butun nabor ishlatilinib va yotib uxlanadi. Tavsiya qilaman 10 gacha bu narsani qilib, ya'ni yuz tozalab, yuzimizga kremlarni surib va o'sha dam olishni tavsiya qilaman, chunki yuzimizda juda ham tez regeneratsiya payti bu o'sha soat 10 dan boshlanadi. Siz 10 dan 11 dan уже dam oladigan holatda bo'lishingiz kerak. Teringizga yordam berish maqsadida, ya'ni teringiz tezda o'zini o'sha oldingi holatiga qaytib yangi kletkalar
paydo qilib va yuzimizni o'sha qaytadan tiklab olishiga vaqt kerak bo'ladi. Buning uchun albatta o'shani ham har bitta mahsulotni o'zini vaqtida ishlatish tavsiya qilinadi. Va albatta bu seriyani ishlatganimizda birinchi rezultatlarini 3 oy davomida, ya'ni 3-28 kunlikni kutamiz. 3-28 kunlikdan keyin siz birinchi rezultatlarni olishingiz mumkin. Judayam Kura kompaniyasida All-in-One seriyasidan judayam aktiv mahsulot bo'lgani uchun rezultatlar tez bo'lgan va siz eng yaxshi rezultatlarni olishingiz mumkin agarda ishlatishni bugundan boshlasangiz. Marhamat, kimni yuzida muammolari, har xil muammolari, yuz toshma, balkim yuzida o'sha har xil yangi boshlanayotgan ajinlar, balkim ozgina o'sha yuzdagi o'sha toshmalar va yuzdagi o'sha oqartirish kerak bo'lgan va yuzni yoshartiradigan effektga ega bo'lish effekt xohlasangiz, bu seriyani marhamat qilib ishlatishingiz mumkin. Rahmat kattakon.